tushunmadim. voy Sobir aka, Gulsum, dadasi haligi Azamat. Nima qilyapsan bu yerda? Men haligi Sobir aka, haligi Ovozlaring tashqarigacha eshitilyapti. Tushunmadim seni Gulsum. Bu begona erkak bilan nima qilib o'tiribsan men yo'g'imda? Sobir aka, men haligi bu siz o'ylagan narsa emas. Siz bugun kelmayman degandingiz, nima bo'ldi? Nima? Hali men yo'g'imda sen ikkalang uchrashib yuribsanlarmi? Oy Azamat, sen qanaqa odamsan? Birovni xotiniga ko'z olaytirishga uyalmadingmi? aka, haligi men siz noto'g'ri o'ylayapsiz. Qachondan ikkalang topishib olgansanlar? Gapir, ikkalang ham o'ldirib qo'yaman hozir. Gapirganman. O maras, senga ish berib, pul berayotganimga menga rahmating shumi? Sobir aka, siz o'zingiz bo'lsang, men hozir sizga hammasini tushuntirib beraman. O, nimasini tushuntirasan menga, ha? Nimasini tushuntirasan? Gulsum, necha yillik turmushimizni hurmatini qilmadingmi? Dadasi. Hatto ko'zingga. Ey, o'g'limiz ham ko'rinmadimi? Sendan so'rayapman.